Boshimga qop kiygizib, hech bir sababsiz meni suiqasd deb hisoblayman. Ayolning bizdan chiqib ketishiga, men o'sha jinoxonada bir oy surgun bo'lib yotishligimga, kimni xalq ichida yursin, xalq ichida yurib o'rgansin. Shu panjarali xonaga meni oyoq qo'lim boylab, kravatga boylashdi. Avvalambor men shu sizlarga murojaat bilan chiqishim asl sababi mana 1 yil mobaynida bo'layotgan holat meni oilamga, o'zimga, meni shaxsimga, obro' e'tiborimga putur yetuvchi ba'zi bir holatlar hozirgacha davom etayotganligi masalasida. Shunday ekan 2024-yil 22-iyun kuni menga nisbatan dalolatnoma rasmiylashtirilib, profilaktik inspektor Yo'ldoshev Elyor tomonidan ichki ishlar bo'limiga bildirgi taqdim etilgandi va mana shu bildirgi orqasida meni 24-iyun kuni shu oshxonada choy ichib o'tirgan yerimda boshimga qop kiygizib, hech bir sababsiz meni shu Namangan viloyati ruhiy asab kasalliklar dispanseriga 8-bo'lim ayollar bo'limiga joylashtirishdi. Men kirgan paytimda shunchaki kirganim yo'q, meni so'dirashdi. Men tashqariga qochishga harakat qildim. Damas avtomashinasiga o'tirdim, qochish. Chunki men bildim-da bu yerdagi holatni. Yuring, opa ichkariga dedi. 1, 2, 3, 4 ta ayol meni so'dirashdi. Nima uchun bunaqa qilyapsiz desam, men hozir hech qanaqa oilamdan birorta vakilam yo'q, boshqa ham yo'q. Qo'limdagi sumkamni olgan, daftarlarimni olgan, telefonlarimgacha olishgan, hamma narsani qilib keyin meni o'sha Yo'ldoshev Elyor majlisi borib, shu majlis ichiga keyin oyoq qo'lim tepaga qilib, meni keyin o'sha ichiga joylashdi. Bir chekka bir bino bor ekan, o'sha binoga olib bordida, chekkada shu panjarali xonaga meni oyoq qo'lim boylab, kravatga boylashdi. Men to'g'risi bu holatdan juda ham bir g'alati ruhiy holatga tushdim. Sababi birdaniga bir 8-9 odam ustingizga yopirilib bossa, sizga har xil haqoratli gaplarni gapirsa, orqasida huquq tartibot idoralari, ya'ni shu ichki ishlar qidiruv bo'lim bog'lari orqali syomka qilib turibdi meni. Kulib bemalol tirjayib, haligi bir masxaraboz holatda men ustimdan shunaqangi ayanchli holatga tushganimni ko'rib, menga hamma bir g'alati nazar bilan qarayotgan holatlarni sezdim. Keyin u yerdan chiqqandan keyin meni qo'l oyoqlarimni yechishdi-da, ichkariga umumiy bo'limga bir haqiqatan aqliy zaiflar ichida o'sha yerda 1 sutka, 2 sutka yotgandan keyin meni alohida keyin Napoleon xona deylarki, o'sha xonaga joylashdi. Bu xonada hamma narsa sharoitlari bor, faqat telefondan foydalanish mumkin emas. Oila a'zolarim 2 kun, 3 kun deganda xabar topdi. 9 kun deganda meni aloqa vosita telefonlarim uyimga yetib borgan. Keyin ota-onam bordi, uchrashdi, keyin menga ukol qilishdi. U ukol shunaqangi ta'sir qilar ekan, faqat uxlaysiz, yotasiz. Yuragingga shunaqa tez uradi, haligi o'zingizni qayerdaligingizni his qila olmas ekansiz u yerda. Ovqatlari bor, endi o'sha joyda men 1 oy saqlandim. Endi eng haligi qiziq tomoni, meni qiziqtirgan mana jurnalistik holat bir odam qiziqtirgan narsaki, 24-kun olib borgan bo'lsa, 25-kuni sud fuqarolik tartibida Abrorov tomonidan sud ko'rib chiqilyapti-da, qaror qilyapti. G'ayri-ixtiyoriy tartibda ushlab turilsin. Keyin 1-kuni yana qayta sud bo'lgan, u 1-kuni yana uni tasdiqlab beryapti-da sud. Lekin meni ko'rmasdan turib, men bilan muloqotda bo'lmasdan turib, meni kimligimni, shaxsimga oydinlik kiritmasdan turib, o'sha yerda shunaqangi harakatlar bo'lgan. Mahalla fuqarolar yig'ini 22-kunga dalolatnomasida aynan meni ish joyim noaniq ligi, keyin men o'zimni jurnalistman, blogerman deb e'tirof qilishligim, keyin ko'chalarda piyoda yurishligim, transport vositalari tomonidan har xil harakatlarni qilib, transport vositalar urib ketish ehtimoli yuqori ekanligi, keyin to'xtovsiz 102 ga murojaat qilar ekanman-da, u 102 bo'yicha meni hech qanaqa arizalarim inobatga olinmas ekan. Shunaqa holatlarni qilib, menga nisbatan shunaqangi uydirmalarni qilishgan. Aynan abbasi Bahodir, xotin-qizlar vakili Abdullayeva Ra'no, Nuroniylar vakili Dilorom Boltiboyeva, keyin profilaktik inspektor ishtiroki tuzilgan. Mana shu dalolatnoma meni hayotimga juda katta shu hayotimni izdan chiqib ketishiga, meni o'sha jinoxonada 1 oy surgun bo'lib yotishligimga, oilamga bo'lgan nisbatan obro'm to'kilishiga juda katta sababchi bo'ldi. Men 1 yil shu bitiruv kurs jurnalistika, ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bitiruvchi talabasi edim. 1 oy shu men o'sha yerda yotganligim sababli davlat imtihonlariga qatnasha olmadim. Natijada yana 1 yil o'qishga to'g'ri keldi. Bu farzandimning hayotiga ham ta'sir qildi.
uni ham o'qishiga ta'sir qildi. Kontrakt to'lay olmasdan qizim ham o'qishda qolib ketdi. Ota-onam kasal bo'ldi, boshqa bo'ldi, lekin bu narsa ba'zi bir odamlarga nisbatan, menga nisbatan, bu davlatimizga, jurnalistlarga nisbatan bu suiqasd deb hisoblayman. Hozirda D-uchutda turasizmi? Hozir ham uchetga qo'ygan, ha? D-uchutda turasizmi? Hozir ham o'sha 5 yillikka uchetga olgan. Men hozir sudga berdim. Ular meni yana 10 kun, bir oy shu muddatda yurasizda, sizni sog'lom emasligingizni ko'rib chiqishimiz kerak. Keyin men xulosa qilib beraman deyishdi. Lekin meni oilam bunga ko'nmadi. Chunki u yerga kirgandan keyin meni hayotimni yana yaxshi bo'lib ketishiga, meni u yerdagi har kungi kunimni qanaqa o'tishiga hech kim kafillik bera olmaydi. Men suddan talab qildim. Siz meni ertaga o'sha yerda yurishimga kafillik bera olasizmi? Telefonda siz bilan suhbatlashganimizda nimadan D-uchutdan chiqarib yuborishdi meni degandek qildingiz-da. Yo'q, D-uchutdan chiqarish qanaqa holatda? Hozir komissiyaga berdim. Yana qayta komissiyada o'tdim. Hozir endi xulosa beradi. Yo'q, hozir yana xulosa berdi. Xulosa qilib berishdi, hali xulosa natijalar chiqmadi, lekin o'zim talab qildim komissiyani. Men bir necha bor murojaat qilganimdan keyin, chunki men ishlashim kerak, muomalaga layoqatli deb topishim uchun, men jurnalistlik faoliyatimni davom ettirishim uchun, jamiyatdagi har bitta o'rnim uchun menga bu muhim. Chunki qayerga borsa ham birinchi o'rinda obyektivga to'lg'izasin, boshqa qilasin. Ba'zi bo'y bo'yicha bu narsani so'raydi. Ertaga bu meni kasbimga ham, meni ishlashimga ham katta nimada bu? Zarur narsa. Murojaat qilganman. Chunki men keyin hokimlar mana prezident gapi bilan hokimlik xalq ichida yursin. Xalq ichida yurib o'rgansin degan uchun biz dedi hokimiyatga sizni olib chiqaylik hokimning qabulxonasiga deyishdi. Men aytdim, nima uchun men hokimning qabulxonasiga chiqishim kerak? Men jurnalist bo'lsam, men o'zimning huquqlarimni yaxshi bilsam, men xalq tomonida bo'lsam, kerak bo'lsa hokim kelsin xalq bilan muloqotda bo'lish uchun. Deputat ishlasin, xalq shu hokimiyat ishlasin. Chunki meni mana shu bitta gapim yoqmasligi mumkin kimlargadirda. Keyin ikkita uchta yigit keldi, grajdanskiy kiyimda, o'zini tanishtiryapti, opa dedi qabulga chiqishingiz kerak. Mana shu vaqtda siz olib chiqishimiz kerak. Bitta bo'sh listni berdi, menga qo'l qo'yib berdi. Men hayotimda bo'sh listga qo'l qo'yib bermaganman. Chunki bitta narsani o'qib, tushuncha berib, keyin men o'sha narsaga ongli ravishda xulosa qilib, keyin imzo chekib beraman. Hozir meni fermer xo'jaligim bor. Fermer xo'jaligim borligi sababli pilla bo'yicha debdi meni bahona bilan chaqirishdi bu joyga. Ikkinchisi keyin meni kliplarim, mana yakkaxon xonada bo'lganligim uchun kelin salomlarga hozir zakaz bor sizga deb meni aldab turib, qayerdaligini bilib, men o'sha yerga 4 ta yigit borib, men somsaga o'tirgan yerimda keyin shuni boshimga qopib kiygizdim, mashinaga o'tkazib ketishdi. Hozirda nima so'raysiz? Rahbarlardan yoki yuqori turuvchi organdan? Birinchidan davlat muassasa organlari har bitta insonga vakolat berar ekan, xalqni foydasiga adolat yuzasidan beradi. Masalan, mana prezident faoliyat olib boryapti, adolat. Prokuraturalar ishlash kerak. Organlarimiz ishlash kerak. Mutasaddi arizani shunchaki ko'rib, kimdir orqasida tanish-bilishchilikka yo'l qo'ymasdan mahalla fuqarolar yig'ini o'zini mahallasidan chiqqan ziyoli ahil vakillarini qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki men hozir 4-diplom egasi bo'lyapman-da. Mendagi hozir 4-diplom, oliy ma'lumotli diplom hozir 4-si. Men hozir yurisprudensiyaga o'qishga qabul qilindim masofaviy ta'limga-da. 166-8 ball bilan. Kecha internet orqali e'lon qilindi. Men qabul qilindim. Chunki maqsadim men o'zim loyiham ustida ishlashim kerak. Masalan, qayda bo'lsam huquqiy organlarda, sudlarda, boshqa joylarda men o'zimni fikrimni aniq va lo'nda bayon qilib berishim uchun. Huquqiy savodlarga, huquqiy bir masalalarda bemalol o'shalar bilan tortish holatlariga kelish uchun men o'zimga shu narsani ham lozim topdim-da. Jurnalistlik surishtiruvimda bu huquqiy tomonlama narsada ham ko'proq kerak ekan deb o'yladim. Va bu men uchun ayni muddao bo'ldi va bu narsa mana Alloh bir nimasi bilan, sharofati bilan mana tarbiyalikka yana qabul qilindim. Endi mahalla fuqarolar yig'inlari o'zi shunaqa insonlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Hozir mana yangi loyihalar ustida ishlayapman. Pillachilik masalasi bo'yicha mana Oltinzar Kumushtovlas fermer xo'jaligimni mana kuni kecha eng yuqori darajada bajarganim uchun mana televizorlarda chiqdim. Shu ozgina bo'lsa ham hokimning e'tirofiga sazovor bo'ldim. O'zim mana hozir 47 yoshga kirgan bo'lsam ham o'zimda energiya kuchli. Men energichini ayolman. Chunki ko'chada erkak bo'lib, uyda ayol vazifasini bajaraman. Bitta farzandim qaramog'imda. Mana shuncha ukalarimni o'qitdim. Ularga chiroyli bir diplom egasi qildim. Biz ziyoli xonadonimizda. Hamma joyda o'zimni tutishim, axloqiy jihatdan ham, ish faoliyatimda ham doimo yaxshi muomalada bo'lishga, xodimlarimga doimo shunisi ham bo'lishga harakat qildim.
Chunki insonni hayotda bir nom qoldirish kerak, yaxshilik nomida. Shunaqa narsalarga ko'proq e'tibor beraman. Birovdan ortiqcha pul olmayman, misol birovdan pora, boshqa narsa talab qilmayman. O'zim vazifamni to'laqonlicha bajarishga harakat qilaman. Apellyatsiyada keyin man advokat tayinlandi. Kimdir Faxriddin ekan advokat qilib olishgan ekan, men ag'dirligim. Lekin men Jinoyatdan chiqqanimdan keyin o'zim ishtirok etdim. Meni advokat gapirtirgani ham yo'q. Men gapiray desam, gapirmay turing, o'zimiz hal qilamiz. Gapirmay turib, ishonchli vakilimizni orqada o'tirdik. Ular keldi, ular bitta narsani asos qildiki, komissiya tuzilgan komissiya bilan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tuzgan komissiya bir-biriga to'g'ri kelmadi. Chunki menga komissiya xulosa qilgan odamlar biz komissiyada ishtirok etmaganmiz deb inkor qildi sudda o'zini. Vaholanki xulosa bergan komissiya a'zolari o'zi ishtirok etib, menga xulosa berish kerak edi. Keyin ular talab qildiki, viloyat respublika ruhiy asab kasalliklar dispanserida xulosadan o'tib kelsin deb bular menga keyin qog'oz qilib berishdi. Keyin u qog'oz orqali men chaqirtirildi. O'sha Yangi Hayot tumani, Sergeli tumanidagi o'sha ruhiy asab kasalliklar dispanser respublikada keyin meni bu yerga olib kirishdi. Bu yerda suhbat bo'ldi. Suhbatda menga savollarni berishdi, ko'proq sanalarni berishdi. Men sanalarni hammasini to'g'ri talqin qildim, lekin yotmasa bilolmaymiz. Bir 10 kun yurmasa, bu yerda majburiy tartibda yurmasa, men biz xulosa qilib bera olmaymiz degan fikr bildirishdi. Men u yerda yurishim kerak ekan, bitta xonada kamera tagida har kuni men kundalik harakatlarimni kuzatish kerak ekan, lekin meni oilam unga qarshilik qilishdi. Men o'zim shaxsan qarshilik qilganim yo'q. Chunki o'zimga 100% ishonaman, 1000% ham ishonaman. Lekin oilam, ota-onam shaxsan bunga qarshilik qilishdi-da, yo'q, biz bunga qarshimiz. Sud отказ qilib yuboravering deyishdi. Menga aynan shu o'zimni mahalla fuqarolar yig'inidagi mutasaddilarning yozgan dalolatnomasi muhim. Keyin men komissiyasiz, hech bir suhbatsiz, asossiz olib kirgan mutasaddilarga nisbatan jazo qo'llanishini so'rayman. Meni qayta shu komissiyaga qo'ysin, qaytadan yana ko'rsin, mendagi holat bo'yicha yana qayta xulosa berishni so'rayman.